Peshqadamlarning ochko yo'qotishdan sho'rtan foydalanib qoldi. Jayxunda esa ilk g'alaba. Siz tomosha qilayotgan dastur Pro Liga sharhi. Assalomu alaykum. O'zbekiston Pro Ligasi 6-tur bellashuvlari o'z yakuniga yetdi. Ikki peshqadam Metallurg va Aral bu turda ochko yo'qotdi. Bundan esa sho'rtan foydalandi va ularga yetib oldi. Jayxun mavsumdagi ilk g'alabasini Toshkentda qo'lga kiritgan bo'lsa, Buxdu hamon ochko'siz ketmoqda. Sho'rtan jamoasi hali g'alaba nimaligini bilmay kelayotgan Terdu uyiga safar uyushtirdi. Mezbonlar kuchli raqibga qarshi 84-daqiqagacha turib berishdi. Keyin birgina xato qimmatga tushdi. O'tgan turda Jayxun bilan nursiz durang qayd etib, mavsumdagi ilk ochkosini qo'lga kiritgan Terdu 6-tur doirasida sho'rtan jamoasini qabul qildi. Surxon Arena zaxira maydonida bo'lib o'tgan bahs mehmonlarning minimal hisobdagi g'alabasi bilan yakunlandi. O'yin taqdirini hal qilgan yagona gol g'uzorliklarning zaxiradan maydonga tushgan futbolchisi Diyorbek Asomiddinov tomonidan kiritildi. 84-daqiqada G'anisher Qodirovning uzatmasidan so'ng Asomiddinov to'pni chiroyli tarzda darvozabondan o'tkazib, darvoza to'riga joylab qo'ydi. Ma'lumot o'rnida, sho'rtan jamoasi yetakchilaridan biri Yuriy Klochkov shamolash tufayli qaydnomaga kiritilmadi va o'yinni o'tkazib yubordi. Terdu safida o'tgan o'yinda boshlang'ich tarkibda harakat qilgan jamoa sardori Sharofiddin Shobirov, yarim himoyachilar Diyorbek Rashidov va Lutfulla G'aniyevlar bu safar o'yinni ikkinchi bo'limdan boshlashdi. Kattaqo'rg'on o'z maydonida outsider Buxduni qabul qildi va bu safar ham individual mahorat evaziga g'alabani o'ziniki qildi. Buxdu mavsumdagi ilk ochkosini qo'lga kiritish uchun 87-daqiqagacha bardosh berdi. Keyin esa jarima zarbasidan gol o'tkazib yubordi. 5 o'yindirki raqiblaridan ochko ola olmagan Buxdu o'zining 6-uchrashuvida ham qora an'anasini davom ettirdi. Bu safar buxoroliklar Samarqandga safar qilib, Kattaqo'rg'onga ochko ulashib qaytishdi. Mezbonlar ustozi Yorqin Nazarov Respublika futbol akademiyasi ustidan qozonilgan g'alabadan keyin matbuot anjumanida jamoa birinchi bo'limlarda ko'ngildagidek harakat qila olmayotgani, bog'lamlarda kamchiliklar kuzatilayotgani va imkoniyatlardan unumli foydalanish qiyin kechayotganini ta'kidlab o'tgandi. Ushbu o'yin ham boshqalar singari murabbiy xohlamayotgan ssenariyda o'tdi. Uchrashuv mobaynida Azamat Sharipov shogirdlari maydon egalariga munosib qarshilik ko'rsatishdi. Xavfli vaziyatlar yaratish, to'p nazoratini ushlash, himoyadagi xavfni bartaraf etishda faollik sezilib turdi. Biroq 85-daqiqada mehmonlar vakili Sardorbek Izzatov tomonidan Kattaqo'rg'on yarim himoyachisi Islom Sharipovning qo'pollik bilan to'xtatib qolinishi jamoani yaqin kelingan durangdan ham mahrum etdi. 87-daqiqada belgilangan jarima zarbasini Sharipovning o'zi ijro etdi va nafaqat o'yinning, balki turning eng chiroyli gollaridan birini urdi. Uchrashuv tugashiga sanoqli daqiqalar qolganda o'tkazilgan to'p Buxduning navbatdagi mag'lubiyatiga sababchi bo'lgani albatta jamoaga salbiy ta'sir ko'rsatishi turgan gap. Turning futbol tomonlama eng zo'r va hakamlik tomonlama eng yomon o'yini Yaypanda o'tkazildi. Ochiq futbol, ketma-ket vaziyatlar, Yaypan darvozabonining qahramonliklari va afsuski, o'yin tizginini qo'ldan chiqarib yuborgan hakam. 6-turning eng zo'r, dramatik va esda qolarli o'yini Farg'onaning Yaypanida bo'lib o'tdi. O'tgan turda sho'rtan bilan durangga imzo chekib qaytgan Rashidjon G'ofurov shogirdlari Lochindan mag'lub bo'lgan G'azalkentni qabul qildi. Qashqadaryo jamoalari bilan qayd etilgan natija ochko nuqtai nazaridan ikkala klubni ham g'alabaga bo'lgan harakatlarini kuchaytirib yuborgan edi. Shu sababdan har ikki klub ham bir-biriga hujumkor va ochiq o'yin taklif qilishdi. Birinchi daqiqadayoq maydon egalari hisobda oldinga chiqib olishdi. Bekzod G'ofurovning uzatmasidan so'ng qulay pozitsiyaga chiqib borgan Muslimbek Habibullayev darvozaga zarba yo'lladi. To'p darvozabon Asrobek Kenjayevning qo'llariga tegib, havoga ko'tarildi va darvozaga kirib ketdi. Shu tariqa Habibullayev hozircha mavsumning eng tezkor gol muallifiga aylandi. Butun uchrashuv davomida mezbonlar kiperi Ozodbek Ma'rupov o'zining ajoyib seyflari bilan ajralib turdi. Ana shunday xavflardan birini bartaraf etishi 10-daqiqada sodir bo'ldi. Ma'rupov Umidjon Turg'unovning jarimadan tepgan zarbasini qaytarib qoldi. 20-daqiqada o'z jarima maydonchasi ichida jamoadoshi Mirshavkat Miryoqovning qo'liga to'p tekkanligi uchun penalti belgilandi. Lekin G'azalkent himoyachisi Ozodbek Ibodullayev 11 metrlik standartni amalga oshirishda xatolikka yo'l qo'ydi. Ketma-ket hujumlar 37-daqiqada Zayniddin Tojiyev shogirdlari uchun o'z mevasini berdi. Feruzbek Oliyevning pasidan Diyorbek Tojiyev golga aylantirib hisobni tenglashtirdi. Oradan 1 daqiqa o'tib, 38-daqiqada Bo'stonliqliklar oldinga chiqib olishlari ham mumkin edi. Hujumchi Oliyevning darvozabon ustidan o'tkazgan to'pini
Hamidulloh Mamajonov darvozaga kirib ketishiga yo'l qo'ymadi. Birinchi bo'lim 1-1 ko'rinishida yakunlandi. Ikkinchi bo'limning so'nggi 10 daqiqaligi ancha asabiy va tortishuvlarga boy o'tdi. Dastlab 80-daqiqada Yaypan vakili Diyorbek Odiljonov to'xtatib qolingani uchun bosh hakam Rustam Choriyev tomonidan reaksiya bildirilmadi. Mezbonlar hakamga bu vaziyatda darvozabon bilan birga bir chiqib ketish ehtimoli borligini bildirib, harakat to'g'ri baholanmadi deya e'tiroz bildirishdi. 82-daqiqada Rustam Choriyev hakamning qaroriga e'tiroz bildirgani uchun Yaypan o'yinchisi Javohir Abdujabborovga sariq kartochka ko'rsatdi. Bu Abdujabborovning o'yindagi ikkinchi sariq kartochkasi edi va endi qizilga aylanib maydonni tark etdi. 90+1-daqiqada penalti sababchisi Mirshavkat Miryoqubovga hakamning xulosalari yuzasidan norozilik bildirgani uchun dastlab sariq, ko'p o'tmay to'g'ridan to'g'ri qizil kartochka ko'rsatildi va maydondan chetlatildi. 2 kishi kam bo'lib qolgan Yaypan 90+4-daqiqada o'z darvozasidan to'p olib chiqdi. Abduvokil Hikmatullayevning boshi bilan yo'llagan zarbasini bu safar Ozodbek Ma'rupov qaytara olmadi. Uchrashuv yakunlanganligini bildiruvchi hushtakdan so'ng Yaypan zaxira o'rindig'ida o'tirgan shtab a'zolaridan ayrimlari va tribunadagi muxlislar hakamga tashlanishdi. Xavfsizlik xodimlari yordamida hakamlar brigadasi maydondan olib chiqib ketildi. 1-may sanasida O'zFXM mazkur holat bo'yicha ekspert hakamlar xulosasini e'lon qildi. Xulosaga ko'ra, 80-daqiqada hujumchiga nisbatan qo'pollik sodir etilganiga qaramay, bosh hakam tomonidan qoidabuzarlik belgilanmagani, shuningdek, Rustam Choriyev o'yin davomida bir qator xatolarga yo'l qo'yib, o'yin muvozanatini saqlay olmagani qayd etilgan. Ekspert hakamlar guruhi xulosasiga asosan Rustam Choriyev vaqtinchalik Superliga va Pro Liga uchrashuvlaridan chetlatildi. Hakamlik Pro Ligada ham muammoga aylana boshlagani achinarli. O'tgan galgi ko'rsatuvimizda Metallurgni Bekobodda Olimpik Mobiuzga qarshi qiyin o'yin kutib turgani haqida gapirgan edik. Amalda ham shunday bo'lib chiqdi. So'nggi daqiqalarda o'tkazib yuborilgan gol va Ilhom Mo'minjonov shogirdlari ochko yo'qotishdi. Pro Liga yetakchilari hisoblanadigan Sho'rtan va Aral qiyinchilik bilan yengan Olimpik Mobiuzni Metallurg mag'lubiyatga uchrata olmadi. Aniqroq aytganda, uchrashuvga qo'shib berilgan daqiqalarda kiritilgan to'p evaziga mezbonlar g'alabani qo'ldan chiqardi. Stadionga tashrif bo'yicha bekobodliklar yaxshi ko'rsatkichlarga ega bo'lib kelishmoqda. Xususan, ushbu bahsga ham markaziy o'yingohiga 5216 nafar muxlis tashrif buyurdi. Birinchi bo'limda har ikki darvozaga ham gol urilmadi. Ikkinchi bo'limning ilk daqiqasida Olimpik Mobiuz darvozaboni Umar Rustamov Metallurg hujumchisi Navrozbek Iminjonovni yiqitib, o'z darvozasiga penalti tepilishiga sababchi bo'ldi. Penaltini tajribali Azimjon Ahmedov aniq ijro etib, hisobni ochdi. Shu tariqa Ahmedov gollari sonini 4 taga yetkazib, to'purarlar poygasida jamoadoshi Iminjonov bilan tenglashib oldi. Shuningdek, uning hisobida bitta golli uzatma ham mavjud. 77-daqiqada Ahmedov dubl muallifi bo'lishi mumkin edi, ammo uning jarimadan tepgan to'pi darvoza ustuniga tegib, maydonni tark etdi. 90+3-daqiqada oxirgi standart vaziyatlardan birini raqiblari jarima maydonchasi ichiga uzatgan Olimpik Mobiuz vakillari imkoniyatdan maksimal foydalanishdi. Zayniddin Hamroboyev o'ziga kelib tushgan to'pni sherigi Ulug'bek Maratovga yetkazdi va 2007-yilda tug'ilgan yarim himoyachi uni darvoza to'riga joylab, jamoasini mag'lubiyatdan qutqarib qoldi. Bu natijada Farhod Nishonovning ham yaxshigina hissasi bor, chunki murabbiy gol sababchilarini zaxiradan maydonga tushirgan edi. Fardo o'z maydonida Respublika futbol akademiyasini qabul qildi. Farg'onaliklar ketma-ket ikkinchi uy o'yinda so'nggi daqiqalarda gol urib, durangni ilib ketishmoqda. 4-turda G'azalkentga qarshi 90+4-daqiqada gol va 2-2. 6-turda esa Respublika futbol akademiyasiga qarshi 89-daqiqada gol va 1-1. So'nggi daqiqalarda urilgan gol evaziga Fardo mag'lubiyatdan qutulib qoldi. 5-turda Kattaqo'rg'ondan yengilgan Respublika futbol akademiyasi Araldan 2 ta to'p qabul qilib qaytgan Fardoga qarshi saf tortdi. Farg'ona davlat universiteti maydonida bo'lib o'tgan uchrashuv tomonlarning durrangi bilan yakunlandi. Vaziyatlar yaratish, kombinatsion hujumlar tashkil qilish borasida mehmonlar ajralib turishdi. Farg'onaliklar asosan qarshi hujumlarda faollik ko'rsatishdi. Hisob yosh akademiyachilarning burchak zarbasidan keyin ochildi. 37-daqiqada Abdulvosit Soliyev standartdan to'pni raqib jarima maydonchasiga oshirib berdi. Hammadan baland sakragan Ozodbek Odiljonov boshi bilan darvozani ishg'ol qildi. Birinchi bo'limni Jamoliddin Rahmatullayev shogirdlari 1-0 hisobdagi ustunlik bilan yakunlashdi. 55-daqiqada Fardo o'yinchisi Ahrorbek Oktamov Respublika futbol akademiyasi darvozasiga to'p kiritgan edi, lekin himoyachi o'yindan tashqari holatda ekanligi bois gol inobatga olinmadi.
68-daqiqada Rizo Ayvazov mehmonlar darvozasiga yana bir bor yo'l topishga erishdi. Ammo bu safar ham uchrashuvni boshqarib borayotgan hakam Asadbek Qosimjonov qanot hakami bilan maslahatlashganidan so'ng golni inobatga olmadi. Ajablanarlisi, Qosimjonov maydonning chap tomonini nazorat qilayotgan linesmen bilan emas, o'ng yarim maydon qanot hakami bilan maslahatlashib, shunday qarorga keldi. Vaholanki, vaziyat maydonning chap tomonida sodir bo'lgandi. Biroq mezbonlar maydonni baribir golsiz tark etishmadi. 89-daqiqada himoyachining oyoqlari ostidan o'tib ketgan to'pni Sirojiddin Bashiriddinov ajoyib zarbasi bilan darvozaga yo'naltirib, hisobni tenglashtirdi. Shu tariqa jamoalar bir ochkodan bo'lishib olishdi. O'tgan turda o'z uyida Metallurgdan 5 ta to'p o'tkazib yuborgan Paxtakor Farim bu safar hali gol urmagan Jayxundan 3 ta gol o'tkazib yubordi. Qoraqalpog'istonliklarning golsiz seriyasi Paxtakor stadionida barham topdi. 5 ta o'yinda darvozalaridan javobsiz 10 ta to'p o'tkazib yuborgan Aybek Nurbayev shogirdlari 6-turda Paxtakor Farim jamoasini yirik 3-0 hisobida yengishga muvaffaq bo'lishdi. Uchrashuv o'ziga xos rekord bilan boshlandi. 10-soniyada mezbonlar darvozasi tomon belgilangan penalti o'zbek futboli tarixidagi eng tezkor penalti sifatida tarixga muhrlandi. Himoyachining raqib hujumchisi Aybek Sidikovni o'z jarima maydonchasida qoidani buzib to'xtatib qolganligi 11 metrlik standartga sabab bo'ldi. Penaltini 2-daqiqada Abdusalom Nuriddinov aniq bajardi va hisobni ochdi. Paxtakor Farim futbolchilari birinchi goldan keyin konsentratsiyani yo'qotib qo'yishmoqda. Bu Metallurg bilan kechgan o'yinda ham yaqqol sezilgan edi. Sababi bitta goldan keyin o'z darvozalari daxlsizligini saqlash qiyin kechyapti. Binobarin ushbu o'yinda ham 9-daqiqadayoq ikkinchi golni o'tkazib yuborishdi. O'ng qanotdan rivojlangan hujumni Shuhrat Daryabayev samarali yakunlab, hisobni 2 taga oshirib qo'ydi. 36-daqiqada mezbonlar darvozabonining to'pga chiqishdagi xatoligi jamoasi uchun qimmatga tushdi. Shahriyor Olimovning to'pga bergan zarbasi qarshisida turgan raqib o'yinchisi Sardorbek Xidirbayevga tegib, to'g'ri darvozadan joy oldi. Uchrashuvda Bobur Abdurahmonov jamoasi mehmonlar darvozasiga yo'l topa olmadi. Jayxun mavsumdagi birinchi g'alabasini poytaxtda rasmiylashtirdi. Turning markaziy to'qnashuvida Lochin va Aral o'zaro jangovar durangga imzo chekishdi. O'yin davomida 2 bor nukusliklar hisobda oldinga chiqib olishdi, lekin har ikki safar mezbonlar vaziyatni o'nglay olishdi. Raqiblariga yaxshigina qarshilik ko'rsatib, ijobiy natijalar ko'rsatib kelayotgan Qarshi davlat universitetining Lochin jamoasi bu safar musobaqa yetakchilaridan biri hisoblangan Aralga qiyinchilik tug'dirdi. Uchrashuvda hisob 16-daqiqada Pro Liga to'purarlaridan biri Ruslan Qalmag'ambetov tomonidan ochildi. Bu gol orqali u o'z gollarini 5 taga yetkazib, hisobida 4 tadan gol bo'lgan Metallurg a'zolari Iminjonov va Ahmedovlardan oldinga chiqib oldi. Mezbonlarning javob to'pi 37-daqiqada kiritildi. Javohir Hasanovning uzatmasidan keyin Samandar O'rinboyev Aral darvozasini ishg'ol qildi. Xavfli vaziyatlar bo'lishiga qaramay, birinchi bo'limda hisob o'zgarishsiz qoldi. 49-daqiqada standart vaziyatdan so'ng Muhammadali Namozov Lochin darvozasiga to'p kiritib, jamoasini oldinga olib chiqdi. O'yinning oxirgi daqiqalarida hujumlar salmog'ini keskin oshirgan maydon egalari hisobni tenglashtirishga erishdilar. 90+2-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Sardorbek Saidov jarima zarbasidan to'pni raqib jarima maydonchasiga uzatib berdi. Lochin sardori Elbek Otaqulovning yaqin masofadan boshi bilan bergan zarbasini darvozabon Shohjahon Nasimov qaytara olmadi. Aralning safarda ochko yo'qotishi turnir jadvalida yakka peshqadamga aylanishiga yo'l qo'ymadi. Ortda qolgan 6 ta tur o'yinlarining naqd 5 tasida eng ko'p kartochka G'azalken jamoasi ishtirokidagi o'yinlarda ko'rsatilmoqda. 6-turning ayrim statistikalarini e'tiboringizga havola etamiz. 6-turda darvozalarga jami 16 to'p kiritildi. 2 tasi penaltidan. 7 ta uchrashuvning 3 tasi durang bilan yakunlandi. O'z uyida o'ynagan jamoalar ichida faqat Kattaqo'rg'on 3 ochko oldi. 3 ta klub durang qayd etgan bo'lsa, 2 tasi mag'lub bo'ldi. Futbolchilarga umumiy 23 ta kartochka ko'rsatildi. Shundan 2 tasi qizil. Eng ko'p kartochka ko'rsatilgan o'yin Yaypan G'azalkent, 6 ta sariq, 2 ta qizil kartochka. Ko'rsatuvimizning an'anasiga ko'ra gollar uchligini tuzib chiqqanmiz. Pro Liganing 6-turida kimlar reytingimizdan o'rin olganini ko'ring va baho bering. Aral jamoasi Lochin maydonidan 2-2 hisobidagi durang bilan qaytdi. O'yinda hisobni Pro Liga to'purari Ruslan Qalmag'ambetov ochdi. Ushbu epizodda hammasi nozik va chiroyli ijro etildi.
to'pni olib qo'yish ham, golli pas va gol ham. Qalmag'ambetov gollar uchligimizni ochib beradi. Sho'rtan outsiderlardan biri Terdu maydonida ochko yo'qotishi mumkin edi, lekin 84-daqiqada mezbonlar to'pni yon chiziqdan o'yinga kiritishda xatoga yo'l qo'yishdi va bundan g'ozorliklar foydalanib ketishdi. Bu golga ungacha bo'lgan kombinatsiya chiroy bag'ishladi. Diyorbek Asomiddinov uchligimizning ikkinchi pog'onasida. Kattaqo'rg'on o'z maydonida Buxdu bilan ochko bo'lishib olishi mumkin edi, lekin bunga zaxiradan maydonga tushgan yarim himoyachi Islom Sharipov rozi bo'lmadi. 87-daqiqada taxminan 26 metrlardan belgilangan jarima zarbasini to'g'ri darvozaga joylab qo'ydi. Sharipovning goli chiroyli bo'lish bilan birga jamoasiga juda muhim 3 ochkoni taqdim etdi. Gollar uchligimizning birinchi o'rnini band etgan zarbani ko'ring va zavqlaning. Shu o'rinda Pro Liganing 6-turdan keyingi turnir jadvali, to'purarlar ro'yxati va keyingi tur juftliklarga to'xtalib o'tamiz. Pro Liga turnir jadvalida Intriga Super Ligadan ham yuqori. 6-turdan keyin bir yo'li 3 jamoa 14 ochkodan jamg'arib peshqadamlik qilmoqda. Bular Metallurg, Aral va Sho'rtan. Kattaqo'rg'on 13 ochko bilan peshqadamlarni izma-iz quvib kelmoqda. Lochin hisobida 11 ochko mavjud. Jayxun Paxtakor Farmni mag'lub etgan holda dastlabki g'alabasini qo'lga kiritdi va turnir jadvalida aynan yosh sherlarni quvib o'tdi. Buxdu esa hamon ochkosiz odimlamoqda. To'purarlar poygasida Aral forvardi Ruslan Qalmag'ambetov yakka hokim bo'lib oldi. Uning hisobida 5 ta gol mavjud. Uning ortidan 3 nafar futbolchi 4 tadan to'p kiritgan holda ta'qib qilib kelmoqda. Bular Yaypan straykeri Muslimbek Habibullayev, Metallurg hujumchisi Navruzbek Iminjonov hamda Bekobodliklar himoyachisi Azimjon Ahmedov. Kattaqo'rg'on legioneri Georgiy Pansulaya va Sho'rtan hujumchisi Muhammadali Abdurahmonov hozircha raqiblar darvozasiga 3 bor yo'l topishgan. Pro Liga 7-turini markaziy o'yin ochib beradi. Yaxshi formaga kirib olgan Olimpik Mobius oxirgi 3 ta turda xuddi o'zi kabi 7 ochko to'plagan Kattaqo'rg'onni qabul qiladi. Yetakchilar safiga qaytgan Sho'rtan G'uzorda oxirgi 2 ta turda yirik hisobda yutqazgan Paxtakor Farmni mehmon qiladi. Metallurgni esa Nukusdagi sun'iy qoplamali maydonda Jayxunga qarshi o'yin kutib turibdi. Respublika futbol akademiyasi Do'stlik stadionida Lochinga qarshi saf tortadi. Peshqadamlardan biri Aral o'z maydonida Yaypanga qarshi to'p tepadi. Hali ochko olish nimaligini bilmayotgan Buxdu bu safar Farduni mehmon qiladi. 7-turni G'azalkent Terdu uchrashuvi yakunlab beradi. Shunday qilib, Pro Liganing 6-turga bag'ishlangan ko'rsatuvimiz o'z yakuniga yetdi. Super Liga bilan birgalikda Pro Liga o'yinlarini ham kuzatib borishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha salomat bo'ling.